Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, shunday kishilar bor, 60 yil namoz o'qisa ham namozi qabul bo'lmaydi. Sababi namozdagi rukuni mukammal qilgan, lekin sajdani to'liq qilmagan yoki sajdani mukammal qilib rukuni to'liq qilmagan bo'ladi. Rukuda, sajdada, qiroatda namozni avvalidan oxirigacha o'ta ehtimom bilan, e'tibor bilan ado qilishligimiz lozim. Hozirgi hadisi muborak hammamizga bir katta tanbeh bo'lsin. Bir kuni bir odam Nabiy alayhissalomning masjidlariga kirdi, namoz o'qiy boshladi. Namozni o'qib bo'lgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilariga kelib salom berdi. U zot salomga alik olgach, orqangga qayt, namozingni boshqa o'qib ol, chunki sen namoz o'qimading dedilar. U odam ortiga qaytib namozini boshqa o'qidi. Keyin kelib yana salom berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam avvalgidek salomiga alik oldi. Yana orqangga qayt, namozingni boshqa o'qi, chunki sen namoz o'qimading dedilar. Bu hol 3 marta takror bo'ldi. Keyin u odam sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, bundan chiroyliroq namozni ado eta olmayman, menga o'rgating dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, agar namoz o'qishga tursang mukammal tahorat ol, keyin qiblaga yuzlan, Allohu akbar deb namozga kirgin. Keyin qodir bo'lganingcha Qur'oni Karimdan qiroat qil. Keyin ruku qilgin. Toki ruku holingda xotirjam turgin. So'ng boshingni ko'tar. Toki to'g'ri tekis bo'lsin, ya'ni tik turgin. Shundan keyin sajdaga borgin. Sajda qilgan holingda xotirjam turgin. Keyin sajdadan qaytib xotirjam holda bir oz o'tir. Keyin yana sajdaga borgin. Sajda qilgan holingda xotirjam turgin. Sajdadan turishda shoshilmagin. Demak, namozda ta'dilul arkon deyilgan vojib bor. Hamma rukunlarni shoshilmasdan to'liq bajarish kerak. Agar shoshib o'qilsa, namoz o'qimaganday bo'lib qolish ehtimoli katta. Alloh taolo aytilgan mau'izalardan barchamizga manfaat bersin.